Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Ishlar ham qaynab chiqyapti. Birinchi ishimizdan boshlasak, Imtiz traktordan boshlaymiz. Bu ish Podmoskvada joylashgan. Oylik kuniga 5,5 ming rubldan, oyiga bemalol 150 ming rubldan 160 ming rublgacha aylantirasiz. Ish ofitsialni turdovoy dogovor bilan ishga oladi. Kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez bo'lishi kerak. Patentingiz ham bo'lishi kerak va minimum 1 yillik optingiz bo'lishi kerak. Ish asosan shotkavatvalda bo'ladi, ya'ni skladni atrofini qordan tozalash kerak bo'ladi. Oyliklar o'z vaqtida beriladi. Ikkinchi ishimiz JSB traktorda bo'ladi. Bu ish ham Podmoskvada joylashgan. Oylik soati 700 rubldan, yashash joy tekin, ish ofitsialni oyliklar o'z vaqtida beriladi. Bunga ham kerak bo'layotgan dokument rossiyskiy pravoyez, patentingiz va minimum 1 yillik optingiz bo'lishi kerak. Va uchinchi ishimiz ham JSB traktorda bo'ladi. Bu ish Moskvada joylashgan. Buni ham soati 700 rubldan. Bu ish ham ofitsialni turdovoy dogovor bilan ishga oladi. Oyliklar o'z vaqtida beriladi. Bu ishga ham shu rossiyskiy pravoyez, patentingiz va minimum 1 yillik optingiz bo'lishi kerak. Har doimgidek ish beruvchilarning nomerini kommentariy va opisaniyaga yozib qoldiraman. Bemalol nomerlariga bog'lanib, borib ishni boshlashingiz mumkin. Keyin bilasiz, prava xizmatini yo'lga qo'yganman. 16 fevralga hozir ekzaminga joylar bor. Agar sizga spes texnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, mana shu pastdagi WhatsApp va Telegram nomerimga bemalol bog'lanaverasiz. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Prava ekzaminlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz va o'zim bilan olib kelaman. Bir kunda pravani qo'lingizga olasiz. Pastki kommentariy va opisaniyamda Telegram guruhim ham bor. Albatta obuna bo'ling. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha omon bo'ling, sog' bo'ling.